Ikkita do'st madrasada 10 yilga yaqin birga ilm olishibdi. Xayrlashyapti va aytishibdiki, siz qayerga ketasiz? Endi men boshqa ish qilmayman endi. Shuncha ilm oldim, ilmimni xor qilmayman, bir g'or topaman-da, o'sha g'orga kirib, Xudoga ibodat qilib o'taman endi, dunyoda ishlariga aralashmayman endi debdi. Ikkovlari ikkiga ajrashibdi. Bu bir g'or topib ibodatni boshlabdi, bu qishlog'iga qarab ketibdi. Oradan 20 yil o'tibdi. Ali g'orda ibodat qilayotgan shu darajaga yetibdiki, qushlarning tilini biladigan bo'lib ketibdi, qushlarni. Suvda yurgan baliqlarning tilini biladigan bo'lib, shu darajada karomatga erishibdi. Bir kun ikkita qush gaplashayotganini eshitib qolibdi. Buni do'sti bo'lardi. Billa madrasada ilm olgan, shu vafot etdi deyotganmish. Do'stim vafot etibdi-da, bir xonadoniga borib duo, xayr qilib kelay deb yo'lga chiqibdi. Qishlog'iga yetib bir odamdan so'rabdi, falon bizni do'stimiz bo'lardi, uylari qayerda? Mana shu joydan u kishini yashayotgan joylari boshlandi. Mana shu ariqlarni ham shu odam ochgan, shu bog'dagi hamma daraxtni o'sha inson ekkanlar debdi. Yaxshi deb piyoda uylariga qarab ketyapsa, ariqlarda oqayotgan suvda suzib yurgan baliqlar duo qilayotganmish. Yo Xudoyo, shu ariqlarda ochgan odamdan o'zing rozi bo'lgin. Daraxtlarda pishgan mevalardan yeyotgan qushlar duo qilayotganmish. Yo Xudoyo, shu daraxtlarda ekkan odamdan o'zing rozi bo'lgin, rizqimizga sabab bo'lganlardan o'zing rozi bo'lgin, gunohini kechirgin deb istig'for aytayotganmish. Do'stining haqqiga istig'for aytayapti. Xonadonini topib borsa, do'stidan 7 ta farzand dunyoga kelgan. Bittasi imom bo'lib, 6tasi iqtido qilib namoz o'qiyotganmish. Namozi so'ngida yo Xudoyo, otamiz vafot etdilar, otamizni kechirgin. Otamiz bizga ilm berdilar, bilim berdilar, ummatga xizmat qilishlikni o'rgatdilar. Halol haromni o'rgatdilar, yaxshiliklarni o'rgatib ketdilar. Otamizdan o'zing rozi bo'lgin deb yig'lab duo qilishayotganmish. Shunda haligi odam aytgan ekanki, men bir tog'i tosh topib, endi men Xudoga ibodat qilayotgan bo'lsam, ro'g yomonlik qilmayotgan bo'lsam, doim tahoratli bo'lsam, doim zikr qilayotgan bo'lsam, endi Xudoga mahbub manman-da, endi kimman bo'ladi boshqa deb yurgan ekanman. Zero men o'tganimdan keyin mendan keyin savobi yetib boradigan birorta amal qilmabman. Bu do'stim bo'lsa oila qurgan ekan, farzandlar orttirgan ekan, bog'roq qilgan ekan, ummatga xizmat qilgan ekan. Bu ariqlar har qurib bitguncha bundan yurgan baliqlar buni haqiga duo qiladi. Bu daraxtlar qurib ketguncha buni mevasidan yegan qushlar duo qiladi. Bundan qolgan farzand, nabira, chabiralar do'stimning haqiga duo qiladi. Mendan nima qoldi hayotda? Ummatga xizmat qilib ortimdan yetib boradigan bir amal qilmabman. Do'stim bu hayotda meni yutib ketdi degan ekan.